Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, jo'ningiz salomatmisiz, omonmisizlar jigarlar? Hafta kuniga Xudo xolasa bugun juma 24-oktyabr sanasida syomka qilyapmiz. Parrandalar nima bo'lyapti, jo'jalar nima bo'lyapti deganlar uchun ma'lumot o'rnida ko'rsatib o'tamiz qadrdonlar. Parrandalarimiz qolmagan. Parrandalarimiz ham qolmadi. Xolisa endi taqirlanib kirib qo'ydi, tozalab, dezinfeksiyalab oldini salafan bilan tortib turib, farmazalayman o'sha bir qurt qumurskaga qarshi dorilarni qilib boramiz, Xudo xolasa. Keyin parrandalarimiz o'sha, ya'ni jo'jalarimizni tashlab issiqxona qilib sharorat qilamiz o'sha chekka joylardagi o'sha joylarni bekitishimiz kerakdi. Aplikasiyani boshqa solamiz. Aplikalari eskib ketdi, Xudo xolasa. Shu jo'jalarni ko'rsatib o'tamiz qadrdonlar. 12 kun va 14 kunlik bo'lib qoldi, sababi 2 kun orqa-orqa ochganning hisobiga hozir 14 kunlik bo'lib qolishdi. Xo'p qadrdonlar, ham jo'jalarimiz holatlari haroratiga keladigan bo'lsak, 30 gradusga yaqin, 32 qo'yganmiz o'zi, o'chib yopganimiz hisobiga 30 gradus atrofida. 29.9 ko'rsatyapti. Darvoqe qadrdonlar, mana shu doridan foydalanyapmiz. Ichi ketmasligi uchun, boshqa bo'lmasligi uchun mana 500 mg. Bu yosh bolaga mo'ljallangan dori. Aptekalarda sotiladi. Ichi ketmasligi uchun, boshqa bo'lmasligi uchun biz ozgina o'zimizni uyda palov, ya'ni osh qilinganda ozgina oshdan beryapman, oddiy ovqatlarga o'rgatyapman. Holatlari fikringizni biroz oldida yozib qo'yasizlar. Katta bo'ldimi yo bo'lmaydi, mana dumlar chiqib katta bo'lib qolishdi. Mana shu kattalarga 14 kunlik bo'ldi. Ichida kichikroqlar bor, o'sha kichikroqlar mana 12 kunlik. Ikkita inkubatsiyadan orqa-orqa 2 kun oralatib qo'yganimiz hisobiga shunaqa. O'limlar bo'ldimi deganlar uchun bir ikkita ish biraklar bor edi, shu biraklar o'ldi. Yo'qotishlar bor. Yana yangiligimiz bor. Tuxumidan qo'yib qo'yganmiz. Parranda rasmini qo'yib ketaman. Hozir nomi esimga kelmayapti. Shuna holatda qadrdonlar. Har bir haftada bir marta o'sha kunlik qilib qo'yamiz. O'tgan galda videolarimizni 5 kunligini qo'ygandik. Bu safar 12 kun va 14 kunlik. 14 kunlik desam ham hisoblasang ham bo'ladi, nimaga? Katta bo'lib qoldi mana. Biz qo'ron-oriqqa dori beryapmiz. Mana suv oddiy suv emas, bu suv asalli suv. Asalli suv beryapmiz. Shu 1 litrga yarim qoshiq, osh qoshiqda yarim qoshiq o'sha asal qo'shib beryapmiz. Sababi oshqozon quruq ishlamaslik uchun. Jo'jali vaqtdan o'zi asalli berish boshlaganmiz. Borakam asal Boburxon. Qappog'ini oching. Ma'lumot o'rnida ko'rsatib o'taylik. Mana bunaqa. Shu odam yeydigan asaldan beryapmiz. Shuni hisobiga ham haliga qo'ron og'riq kamroq bo'ladi. Har xil ovqat yeydi endi bular. Kechagina 1 kun 2 kun avval havo issiq bo'lgan tashqariga ham olib chiqdim. Mana holatlar videolari mana shu holatda bo'ladi. Aylanib o'sha 2 soat o'sha harorat 26 dan ko'tarilsa chiqyapmiz. 1 kun yarim kun bo'lib ana shunday bo'lib katta bo'lib o'ziga yarasha qurt qumurska har xil nimalarni yerdan quruq yer bo'lsa quyvorgan ma'qul. Mana shu holatda o'ynab aylanib perikul qiladi-da endi bular ham. Shuni hisobiga tashqariga chiqib aylantiryapmiz. O'zim ham uyda bo'lgan vaqtlarimda olib kirib chiqib yoki olib kirib o'sha aylantiramiz. Sal tutish ham muammo bo'lgan, sal tashqariga chiqib aylanganing hisobiga katta bo'lib qoldi endi bular ham. Shuna holatda qadrdonlar. Biz inkubatsiyaga yana tuxum qo'yganmiz, tuxum holatini ko'rsatib o'tamiz qadrdonlar. Mana qadrdonlar hozir
kim jo'ja boqayotganmiz mana shunday qilib asal, oddiy asal. Qaynoq emas, o'rtacha sal sovitilgan qo'yilsa, tarkibi yo'qolib qolmaydi. Mana shunday qilib eritib tayyorlanaveradi. Shu holatlari. Buni eritib, nol qilib yo'g'ib ketguncha aylantirilaveradi. Qadrdonlar, mana shu joyga parrandalarimizni tuxumlardan qo'yganmiz. O'zimizniki emas, bu boshqa zotdan. Mana ko'rishingiz mumkin. 52 ta atrofida o'sha zotini o'zi ismi kelmayapti. Qora o'sha zotdan. Videosini qo'yib ketaman ekranga. Xolos 3 kunlik bo'lgan, bu sababi 21-sanada qo'ygan bo'lsak, bugun 20 ta. 3 kun bo'lib qoldi. Mana shu inkubatsiyamiz yaxshi ochganligini hisobiga mana shunga qo'ydik. Mana ko'ki dam olyapti. Bunga qo'ymadik. Ochish foizi sal pastroq bo'lgan hisobiga uni tozalab qo'ydik. Inshaalloh nasib qilsa endi quritgan asosiy mana shunday quritamiz. Quritgan yaxshi ekan. Shuna holatlar. Hammaga kattakon rahmat. Like bosib, qo'llab, quvvatlab turasizlar qadrdonlar.